أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An'am suresi 2. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Aşu müşriklar kişilerini Muhammed aleyhisselam'a ägiştin, onun sözlerini anlaştın tosudu. Özlerimi onundan yirak kaçıdı. Ular kişilerini haq dindin tosuş arkalık fakat özlerini la halak kılıdı. Ular özlerini halak kılış üçün oğru kolavatkallıkını tuymaydı. Ey peygamber! Aşu müşriklarning qiyomat günidagi ahvolini bir ko'rsang, ajoyib ahvolni ko'ratding. Chunki ular do'zaxning ustida to'xtatilgan chaqda do'zaxdagi azob oqibatlarni, zanjir kishanlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, koshki dunyo hayotiga qaytarilgan bo'lsak edik, Rabbimizning oyatlariga iymon etib, uningga amal qilatdik va mu'minlardan bo'latdik deb ketdi. Hargiz undoq bo'lmaydi. O müşriklarning dunyodagi barliq qilmishlari qiyomat kuni o'ziga oshkora ko'rinadi. Shunga ular azobdan qutulish uchun shundoq orzu qiladi. Navoda ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi, ular burunqi kufrligiga va haqiqatni inkor qilishga qaytib oladi. Chunki ular agar biz dunyoga qaytarilsak, iymon etib, yaxshi amallarni qilatdik degan so'zida shaksiz yolg'onchilardir. Oxiratdagi tirilishni inkor qiladigan ashu mushriklar hayotlik degan faqatla biz yashayotgan mushu hayotimizdir. Biz o'lgandan keyin tirildirilmaymiz degan edi. Ey payg'ambar, oxiratdagi tirilishni inkor qilgan ashu kofirlarning qiyomat kuni hisob uchun Allohning oldida to'xtatilgan chog'dagi holatini bir ko'rsang, ularni eng yomon ahvolda ko'ratdi. Chunki Alloh ularga, sizlar dunyodagi chog'da inkor qilgan bu tirilish rost emasmikan deydi. Ular Rabbimizning nomi bilan qasamki, tirilish rost ekan deydi. Allah, undaqda sizlar dunyodagi chog'da haqiqatni inkor qilganliginglar uchun bugun bu azobni tetinglar deydi. O'lgandan keyingi tirilishni inkor qilgan bu kofirlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan, ular oqibatining intayin yomon bo'ladiganligini bilgan chog'da hayot vaqtida iymon etish fursatini o'tkazib o'tganligiga qattiq hasratlanib to'lab ketdi. Ular o'z gunohlarini ustiga oladi. Ularning ustiga olgan narsa nima degan yomon. Dunyo hayoti ko'pincha ahvollarda faqatla oldinish va soxtalikdir. Allohdan qo'rqadigan, uning buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yenish bilan uningga itoat qiladiganlar uchun oxirat yurti hammadan yaxshidir. Ey dunyo manfaatiga oldinib ketgan mushriklar, aqlinglarni ishiltib, abadiy yo'qolmaydigan oxirat ne'matini tezda tugab ketadigan dunyolikning oldiga qo'ysanglar bo'lmamdi. Ey payg'ambar, qavmingning inkorchiligining seni qayg'uga soladiganligini bilib turibmiz. Sabr qil, tamkin bo'l. Aslida ular seni yolg'onchi demaydi. Chunki ular sening rostchiligingni obdan biladi. Lekin ular o'ziga o'zi zulm qilib, sening haq payg'ambar ekanligingni isbotlaydigan dalil paketlarni va san ib kelgan dinni inkor qiladi. Senden ilgari Allah har qaysi ummatlarga avatgan payg'ambarlarni inkor qilingan. Ular Allah yo'lida turli aziyatlarga uchirgan edi. Ammo ular bu tuhmatlarga va yetgan aziyatlarga sabr qildi. Da'vatni va jihodni bizning yordamimizga erishganga qadar davomlashtirdi. Allohning Muhammad alayhisalomga dushmanlarga qarshi nusrat ato qiladiganligi haqidagi so'zlarini hech kim o'zgartirmaydi. Ey payg'ambar, ilgirki payg'ambarlarning qo'lga keltirgan g'alabalari, ularni inkor qilganlarning halok qilinganligi haqidagi qissalardan bir qismi sana yetkazildi. Sana ilgirki payg'ambarlarning hayotida o'rnak bor. Ey payg'ambar, ashu mushriklarning qilmishi va ularning haqdinni qabul qilishdan bosh tortganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, qo'lingdan kelsa, yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga sho'ti tepib, haq payg'ambar ekanligingni isbotlashda ularga sana berilgan mo'jizalardan boshqa bir mo'jiza keltiralisang, keltirib boqqin. Agar Alloh xolisi edi, albatta ularning hammasini xuddi sizlardek iymon va hidoyat ustida birlashtiradi. Ammo Alloh o'z hikmati bilan undoq qilishni xohlamadi. Shun sen ey payg'ambar, hargiz qayg'u hasrat cho'kib ketgan nodonlardan bo'lmagin. Ey payg'ambar, sening da'vatingni faqatla da'vatingga samimiy quloq soladigan kishilarni qabul qiladi. Ammo kofirlar o'liklarning qatoridadir. Chunki haqiqiy hayot faqatla islom bilan bo'ladi. O'liklarni Alloh qabrlaridan tirildirib chiqaradi.
Ondan ular qiyomat kuni amallaridan hisob berish uchun Allohning dargohiga qaytariladi. Mushriklar hakovurlik qilib, Alloh nima uchun Muhammadning payg'ambar ekanligini isbotlab, biz talab qilgan turdan biror mo'jiza tushirmadi deydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Alloh mo'jiza tushirishga albatta qodirdir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza tushirishning Allohning hikmatiga asosan bo'ladiganligini bilmaydi. Mayli yer yuzida mongadigan jonivor bo'lsin yoki ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Biz lavhul mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymay hammani to'liq yozdik. Ular hammasi qiyomat kuni Rabbining dargohiga yig'iladi. Ondan Alloh hamma odamdan hisob oladi va har kimga mukofot yoki jazodan tegishli bo'lganini beradi. Allohning oyatlarini inkor qilganlar foydali so'zlarni anglamaydigan qaslardir. Haqiqatni aytolmaydigan qochilardir. Ular qorong'ulik ichida gangirab qolgan kishilardir. Ular to'g'ri yo'lda menishni xohlamadi. Allah kimni ozdirishni xohlasa, uni ozdiradi. Kimni hidoyat qilishni xohlasa, uni to'g'ri yo'lga soladi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, agar sizlar cho'qinayotgan ilohinglarni foyda ziyon yetkazalaydi degan gumoninglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglarchi. Sizlarga bu dunyoda Allohning azobi tushsa yoki qiyomat qoyim bo'lsa, sizlar beshinglarga kelgan baloni ko'tarib yetishi uchun Allohdan boshqasiga iltijo qilamsizlar. Unda qilmaysizlar. Balki u chaqda yegona Rabbinglar Allohga iltijo qilasizlar. Uningdan madad tilaysizlar. Shuning bilan Alloh xolisa sizlarga tushgan cho'ng baloni ko'tarib yetadi. Chunki Alloh uningga albatta qodirdir. U chaqda sizlar Allohga sherik qilib olgan butlarni unutib ketasizlar. Ey payg'ambar, biz sendan ilgirki ummatlarga ularni Allohga boshlaydigan payg'ambarlarni avatgan edik. U ummatlar payg'ambarlarni inkor qilganligi uchun Rabbiga yilinsin, itoat qilsin va ibodatni uning o'ziga qilsin deb ularni namratlik va og'riqsizlik bilan sinadik. Ashu inkorchi ummatlarga bizning azobimiz kelgan chaqda nimishqa bizga yilinmadi. Lekin ularning dillari qetib ketgan edi. Shayton ularga turli yomon qilmishlarini chiroyli ko'rsatgan edi. Ular o'zlariga qilingan nasihatdan yuz o'rib, Allohning amr farmonlarini o'rindashdan bosh tortgan chaqda ularni sinash uchun ularga farovonlikning hamma eshiklarini ichivatdik. Ularning yo'qsulligini bayashatlikqa, og'riq silohlarini saqliqqa almashtirib berdik. Ular o'zlariga berilgan bu ne'matlarga toza ko'ranglab turgan chaqda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hamma yaxshilikdan ayrilib hasratda qoldi. Shuning bilan ashu qavmning yiltizi quritildi. Ulardan hech kim hayot qolmadi. Chunki ular Allohni inkor qilgan, uning payg'ambarini yolg'onchi degan edi. Butkul olamlarning yaratuvchisi va yegona Rabbi bo'lgan Alloh o'zining mu'min bandalariga yordam qilib, haqiqat dushmanlarini halok qilganligi uchun uningga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, deb beqinglarchi, agar Alloh sizlarning quluqinglarni g'az, ko'zinglarni qo'rqib qo'ysa, dillaringlarni pechatlayversa, shuning bilan hech qanday gapni tushunmaydigan bo'lib qolsanglar, ularni Allohdan boshqa qaysi iloh asliga keltiralaydi. Ey payg'ambar, ularga oyatlarimizni qanday bayon qilib berayotganligimizga, ondan ularning vaznasiyat ilishdan qanday yuz o'rayotganligiga qaragin. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchi, agar sizlarga Allohning azobi sizlar his qilmagan bir paytda ushtumtut tushsa yoki sizlar ko'rib turganda oshkora kelsa, halok bo'ladiganlar dal shu kufrlik qilib, Allohdan boshqasiga ibodat qilib, o'ziga zulm qilgan qavm bo'lmay kimlar bo'lsin. Biz payg'ambarlarni faqat itoatman mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi va gunohkorlarni oxiratdagi qattiq azobdan ogohlantirguchi qibla avatimiz. Kimki Allohga va uning payg'ambariga iymon etsa va yaxshi amallarni qilsa, ularga Rabbining oldiga chiqariladigan qiyomat kunida qilchi qo'rqinch va ansirash bo'lmaydi. Bu dunyoda erishamay ketgan narsalari uchunmi qilchi hasrat chekmaydi. Bizning Qur'ondagi oyatlarimizni va tushirgan mo'jizalarimizni inkor qilganlarga kelsak, ular haqiqatni inkor qilganligi va Allohga osiylik qilganligi uchun qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, men sizlarga, menda osmonlarning va zaminning xazinalari bor demayman. Men g'aybni bilaman deb aytmayman. Yana sizlarga, men bo'lsam bir farishta deb aytmayman.
Men faqat Alloh tarafidan kelgan payg'ambarman. Men menga nozil qilingan vahiyga ergishiman. Allohning vahiysini kishilarga yetkazaman. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, Allohning ro'shan oyatlarining haq ekanligini ko'rmay, uningga iymon etmagan kofir odam bilan Allohning oyatlarining haq ekanligini ko'rib, uningga iymon etgan odam barobar bo'lamdi. Haqiqatni ko'rib olib iymon etishinglar uchun Allohning oyatlari ustida tafakkur qilmamsizlar.